Pochcham qizligingga tegmayman desa soddalik qilib ishonibman. Bir payt shunaqa qattiq og'riqni his qildim. Ko'zlarimni oldi qorong'ulashib ketdi. Xuddi ichimda xoda bordek noqulay his qildim o'zimni. Pochchamga nimalar qilib qo'ydingiz degandim. Pochcham: Assalomu alaykum aziz obunachilar. Siz bilan yana birga bo'lib turganimdan xursandman. Bugun sizni yurakka yetib boradigan bir hikoya kutyapti. Kanalga obuna bo'ling, fikringizni yozing, sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun eng katta ilhom. Men opamnikiga vaqtincha yashashga ko'chib kelganimda, hayotim yangidan boshlanganday bo'ldi. O'zimni bir muddat yolg'iz his qilayotgan, ajrashgan, lekin yuragida hali ham iliqlik va muhabbatga ochiq ayol edim. Onamning uyi ikki hovlili edi. Bir tomonida opam, Malohat va uning eri, Rustam aka bolalari bilan yashardi. Boshqa tomonida men joylashdim. Rustam aka, u hech qachon menga begona emas edi. U opamning turmush o'rtog'i, ikki farzandining otasi, juda jiddiy, sokin, lekin ayni paytda mehrli va xushmuomala inson edi. Meni doimo singlim deb atar, hurmat bilan muomala qilardi. Boshida bu shunchaki odatiy qarindoshlik aloqasi deb o'ylardim. Ammo vaqt o'tgan sayin yuragimda nimadir o'zgarib borayotganini sezdim. Uning har bir qadamida, har bir harakatida qandaydir mehr, xotirjamlik va men ilgari sezmagan issiqlik bor edi. U bolalarini maktabga olib borar, ishga ketar, kechga yaqin bog'dan qovun-tarvuz bilan qaytardi. Men esa har safar derazadan unga qarab turganimni o'zimga tan olishdan uyalar, ammo nigohlarimni yashira olmasdim. Bir kuni kechki ovqatga Malohat meni taklif qildi. Hovli ustidagi yorqin lampalar ostida biz kulishib o'tirdik. Rustam aka ko'p gapirmasdi, lekin har safar nimadir deganda, nigohi tog'ridan tog'ri ko'zlarimga qadalardi. O'sha nigohlar meni oylantirar, yuragimni chulgab olardi. Vaqt o'tdi. Malohat bir haftaga Toshkentga xizmat safariga ketdi. Onam esa qarindoshnikiga ketgan edi. Uyda men, bolalar va Rustam aka qoldik. O'sha kunlarda havo galati edi. Har kuni yomg'ir yog'ardi, shamol esardi va yuragimda ham xuddi shunday bir galati tuyg'u uyg'ongan edi. Bir oqshom svet o'chib qoldi. Bolalar uxlab qolgan. Men choy damlash uchun oshxonaga tushganimda, Rustam aka allaqachon u yerda edi. Qorong'ilikda choydan chiqayotgan buk yuzini yoritib turardi. U menga qarab kulimsiradi. Jimjitlik boshqacha ta'sir qiladi, to'g'rimi? Men ham kulimsirab javob berdim. Ba'zida jimlik ko'proq gapiradi deb o'ylayman. Biz uzoq vaqt sukutda o'tirdik. Yuragim gupillab urardi. U hech qanday noo'rin harakat qilmadi. Lekin o'sha lahzada orasida devor bo'lgan ikkita yurak go'yoki bir-birini sekin-sekin anglayotgandek edi. Siz bu yerda bo'lganingiz oilamizga iliqlik olib keldi, dedi u choy tutarkan. Siz oilangiz uchun hamisha mehr bilan yashaysiz. O'zingizni unutgan ko'rinasiz. Bu so'zlar og'zimdan qanday chiqdi, o'zim ham bilmadim. Balki yuragim chidolmay qoldi. U nigohini olib qochdi. Har kimning ichida sukutda qolgan gaplar bo'ladi, dedi u past ovozda. Ba'zilarini ayta olmaysan, chunki o'zingdan yomon ko'rib qolasan. Men yana sukutda qoldim. Balki bu kecha yuraklarimiz bir-birini tan oldi. Ammo bu tan olish og'ir edi. Biz hech narsa demadik. Faqat yurakda shu tuyg'u paydo bo'lganini tan oldik. Ertasi kuni men u bilan ko'p gaplashmadim. Uni ko'rishdan qochdim. Bu halollik edi o'zimga nisbatan. Malohat qaytdi. Hayot odatdagi iziga tushdi. Men esa 2 hafta o'tib boshqa uyga ko'chib ketdim. Ketayotgan kunim u menga faqat bitta narsa dedi. Ba'zida eng katta muhabbat aytilmagan, sodir bo'lmagan muhabbat bo'ladi. Men hech narsa demadim. Unga qaradim, lekin ko'zlarim yoshga to'la edi. Yuragimda esa shu so'z yondi. Seni ko'nglim tan oldi, ammo hayot rad etdi. Yangi uydagi hayot boshqacha edi. Yolg'izlik meni tinimsiz quchoqlardi. Hamma narsa bor edi, shinam xona, ozoda xona gullari, hatto derazadan tushadigan quyosh ham. Ammo yuragimda nimalardir yo'q edi. Ruhimda esa hali ham Rustam akamning sukutli nigohi yashab turardi. U bilan hech qanday gunoh sodir bo'lmagan bo'lsa-da, men o'zimni gunohkor his qilardim. Chunki yuragimda boshqa bir ayolning eriga nisbatan begona emas, balki qadrli inson sifatida tuyg'u paydo bo'lgandi. Bu esa meni ichimdan yeb bitirar,
Har tong uyg'onishim bilan ko'ksimda bir boyqiq tuyg'uni his qilardim. Vaqt o'tdi. Oylar o'tib men ishga joylashdim. Kitob do'konida ishlay boshladim. O'sha yerda bir yigit Sardor bilan tanishdim. U kulgich, xushmuomala va zukko edi. Menga hamisha yordam berar, so'zlarida muloyimlik sezilardi. U bilan suhbatlarim xotirjam edi, yuragim tinch edi, lekin yuragim hali ham to'liq bosh emas edi. Bir kuni Sardor menga sekin gap ochdi. Siz bilan ko'proq vaqt o'tkazgim keladi. Faqat ishda emas, balki undan ortiqroq. Men jim qoldim. So'zsiz qalbimda Rustam aka bor edi. Ammo bu tuyg'u aytilmagan, tan olinmagan va amalga oshmagan edi. Men hayotda bor bo'lmagan hisni ushlab, borligimni qurbon qilayotganimni angladim. Oradan bir oy o'tib Sardor menga sovchi yubordi. Onam mamnun edi. Men 2 kecha yig'ladim. Qarangki, men hali ham yuragimda bir odamga joy ajratganman. U esa menga bir kun ham men seni sevaman demagan. To'yga tayyorgarliklar ketayotgan pallada men opamnikiga bordim. U meni bagriga bosdi. Bolalari ulgaygan, Rustam aka esa endigina ishdan qaytgan ekan. Uni ko'rib yuragim yana gupillab urdi. "Salom, singlim. Qayerda yuribsan?" dedi u yuzida iliq tabassum bilan. "Ish, to'yga tayyorgarlik, hayot." U bir zum jim qoldi, keyin sekin: "Sizni ko'rganimga xursandman. Balki bu bizning oxirgi ko'rishimizdir." Bu so'z yuragimni teshib o'tgandek bo'ldi. Men u tomonga qaray olmadim. Yuragimda bir nido chiqdi. "Ne sabab sen mening emasligingni taqdir erta hal qildi." O'sha oqshom ketdim. Yuragim yomon ezildi. To'y kuni kelganda men uzoq o'yladim. Sardor yaxshi yigit, lekin Rustam qalbimda muhrlangan odam edi. To'y o'tdi. Yangi hayot boshlandi. Men urindim, chin dildan urindim sevishni, unutishni, yaxshi ayol bo'lishni. Sardor meni sevdi. Men unga yomonlik qilmadim. Ammo yuragimdagi bir burchak hali ham Rustam akaning ovozi bilan tolib turardi. 3 yil o'tdi. Bolam tugildi. Hayotim tinch edi. Men ona bo'ldim, turmush o'rtog'im bilan birga o'z uyimizda yashardik. Lekin bir kun ijtimoiy tarmoqda tasodifan opamning postiga ko'zim tushdi. Rustamning yuragi to'xtadi. Janoza bugun soat 14 da. Ushbu jumlalarni ko'rib, yuragimdan nimalardir uzilib tushdi. Nafasim qisildi. Yig'lashga ham majolim yo'q edi. Ichimdan faqat bitta narsa o'tardi. U meni sevardimi? Men unga kim edim? Nega aytmadik? Janozaga borolmadim. Yuragim ko'tara olmadi. Lekin kechqurun bolamni quchoqlab o'tirarkanman, ko'zlarimdan yosh sizib chiqdi. Balki u ham shu damda osmonda menga qarab turgandir. Sukutda yana o'sha nigohi bilan